Men haqman. Allohning oldida men javob beraman. Ko'rib chiqarib, hali skor paro bo'lib ketdi aka. Koreyada o'ranma yuradi. Qo'ydot o'zingizni urib tashlaysiz. Yashat, qo'y. Qora qo'ng'iz ham bolasini oppog'im. Singan burni, lavidagi tirtiqlar va yuzidagi jarohatlar qayerdan kelgan? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham ko'p bo'ldi men video murojaat qilmay qo'yganimga. Albatta bu videoni ko'rgandan keyin o'z gapirmagan bitta san qoloding degan kommentariyalar ham bo'ladi. Mayli, qizig'i yo'q, meni ham o'z fikrim. Koreyada bo'lgan holatni menimcha butun O'zbekiston va chet eldagilar ham bilib bo'ldi. Men nima demoqchiman? Men ham o'zim fikrim bor, o'z shu fikrimni bildirishni istadim. Avvalambor Avazbek aka, sizga juda ham katta rahmat. Shunchalik aytishingizga qaraganda 10 yildan beri shu Koreya davlatida o'zbeklarni shu murdalarini jo'natib yordam qo'lingizni cho'zganingiz uchun rahmat. Lekin aka hali aytadi-yu, miskinlar to'plagan meni hurmatingni paqirlab to'yib yording deganchalab, meni fikrimcha siz o'sha ishni qilib qo'ydingiz aka. Ayol kishiga juda ham baland ohangda gapirib, o'zingizni bir nimalaringizni ushlab tura olmasdan, to'g'ri, siz haq bo'layotgan bo'lsangiz, nohaqlikka chidalmagan bo'lsangiz shu darajada bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani unutmangki, aka, siz uni xalq uchun yoki podpischilaringiz uchun qilyapsiz, yoki o'zingizni ko'rsatish uchun qilyapsiz, yoki haqiqatan Alloh uchun qilyapsiz. Siz agar bu yordamlarni faqat Alloh uchun qilayotgan bo'lsangiz, bo'ldi, orqaga qaramang. O'zingiz uchun haqligingizni bilasiz. Bo'ldi, men haqman. Allohning oldida men javob beraman. Bo'ldi, ishingizni davom ettiring. Serial qilib tashladingiz. Birinchi videoyingizni ko'rganimda hayron qoldim. Nima uchun? Aka, bu siz bir 30 yillik bir tergovchi bo'lib, shunaqa operatsiyalar ustiga kirib, paketlar bilan prinsipda sochlarini, tindoqlarini olimdek qilib ko'rib chiqarib, iskor paro bo'lib ketdingiz aka. Birinchi seriallaringizni ko'rib, men bir hayron qoldim. Qo'lingizda pistolet bilan, o'nchoq pistolet bilan bir hayajon, bir nima yo'q-da. Menimcha bir 30 yillik nima ham bu darajada bir tergov qilib, bolalarni aqtashamasa kerak. Bolalar chiroyli tergov qildi, chiroyli gaplar bo'ldi. Tasannolar aka. Lekin undan keyin chiqayotgan videolar bir-biriga bog'liq kelmaydi-da. Bugun Ali siz, ertaga Vali deysiz. Vali deysiz, indinga Jumali deysiz. Sizlar boshida bu birinchi seriyasida, bu kinolaring birinchi seriyasida bu qiz o'ranib yurardi, o'zini ro'moliga osib o'ldirdi degan narsa bo'ladi. Keyingi qaysidir seriyalaringda ko'rib qoldim, bu qiz Koreyada o'ranmay yurardi. Sizlar qaysi bir gaplaring to'g'ri? Yoki ana suvenirga olib kelgan ro'moliga osuvdimikin? Biz shu narsalarga xalq sizlardan uni fohisha bo'lganmi, homiladormidi, kimnidir tayda yotuvdimi, nikohi bormidi, yo'qmidi demayapti.